Rasmiy elektron pochta. Turk tili milliy sertifikati yozma bo'limida rasmiy elektron pochta qanday yoziladi? Demak, siz imtihonda o'zingizni Bilge Gunay elektron pochtani kimga yozyapsiz? Deniz Ishqqa yozasiz. Demak, mana shu ikkala ismdan foydalanasiz. Har doimmi? Yo'q. Qachon bilamiz Bilge Gunaydan foydalanishni, Deniz Ishqdan foydalanishni? Sizga o'z imtihonda bitta yozma qog'ozi berishadi, savollar qog'ozi. Shunda elektron pochta bo'ladi. Shu elektron pochtadan ismingizni va kimga rasmiy elektron pochta yozishingizni bilib olasiz. Hozir biz Deniz Ishqqa elektron pochta yozib ko'ramiz. Demak, qanday boshlaymiz? Abzasdan Sayın Deniz Ishq deb yozamiz. Sayın Deniz Ishq virgül qo'yildi. Xo'p, demak, abzasdan yozdim. Sayın Deniz Ishq. Virgül bu yoqlarga o'tib ketdi, sal yakroq yozamiz. Bo'ldi. Endi men dastlab yozib oldim. Undan keyin kirish qilaman. Kirish. Xo'p, kirish deymiz. Kirishda nima yoziladi? Umumiy gaplar. Umumiy gaplar 3 ta yoki 4 ta deylik. Xo'p, nima yoziladi umumiy gaplarda? Masalan, deylik, mahallangizda yashil maydonlarni orttirilishi haqida elektron pochta oldingiz. Misol, shu holat sizga qanday ta'sir qildi? Xursand bo'ldingizmi, xafa bo'ldingizmi? Shuni yozing bir gapga. Ikkinchi gapga, umumiy qishloq aholisini qanday o'zgarishlarni kutyapti yoki qanday natijalarni kutyapti? Va shu o'zgarishlardan keyin qanday bo'ladi? Xuddi shu 3 ta gap qilib yoki 4 ta gap qilib, chiroyli qilib, umumiy qilib kirish yozasiz. Kirishni ham birinchi bu yerdagi gapi abzasdan yoziladi. Ya'ni rasmiy elektron pochtani dastlabki 2 ta qatori va oxirgi 2 ta qatori abzasdan yoziladi. Albatta asosiy qismlar ham abzasdan yoziladi, lekin men aytayapman, joy kelganda dastlabki 2 ta qator abzasdan. Xo'p, kirishni yozib bo'ldik. Endi biz asosiy qismni yozishimiz kerak. Asosiy qismda siz boshlaysiz. Endi banja deb boshlaysiz, misol. Bu yo'q ketdi. Asosiy qism deymiz. Banja deb boshladingiz, bunda endi taklifingiz, muammo sabablari, yechimlari, ya'ni nima shart qo'yilgan bo'lsa, rasmiy elektron pochta shartida shularni yoritib berishingiz kerak. Misol bo'ladi bu taklif, yechim, muammo sababini so'rashi mumkin va shunga o'xshashlar. Buni siz banja deb boshlab asosiy qismda chiroyli qilib yoritib berishingiz kerak. Endi asosiy qismni ham yozib bo'ldik deylik, oxirida murojaat bilan tugatish kerak. Ha, murojaat bilan tugatish kerak. Xo'sh, murojaatga men bitta namuna yozib beraman. Xo'p. Xo'p, yozib bo'ldik. Demak, bu endi ikkinchi murojaat deymiz. Ikkinchi emas, oxirgi deylik. Xo'p, görüşlerime gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim. Bu yerda rib ko'rmay qolibdi. Mana yozdik. Önerilerimin sürece katkı sağlayacağına inanıyorum. Nokta. Xo'p, bu endi oxirgi murojaat bo'ladi. Ya'ni rasmiy elektron pochtani murojaat bilan tugatish kerak. Shunday bo'ladi. Endi buni ham mana bu joyi abzasdan yoziladi, birinchi so'z. Endi hurmat bilan Bilge Gunay deb tugatishimiz kerak. Buni ham abzasdan yozamiz. Xo'sh, qanday bo'ladi? Saygılarımla
Xo'p, saygılarımla Bilge Günay. Xo'p, buni ham yana abzasda yozamiz. Saygılarımla Bilge Günay. Saygılarımladan keyin virgül qo'yilyapti. Xo'p, endi bo'ldi. Rasmiy elektron pochta shunday yoziladi. Endi ko'pchilik xato yozib kelishyapti, abzaslarda xato bo'lyapti. Xo'p, qayerlarda abzas bo'ladi? Dastlabki ikkita qator abzasda. Qizilda yozamiz, abzas. Kirishni birinchi so'z ham abzasdan yozildi. Asosiy qismni banja deb abzasdan yozdik. Oxirgi murojaat görüşlerimim abzasdan markerni almashtiramiz. Xo'p, bu yerda yana abzasdan yozdik. Oxirda ikkita qator saygılarımla Bilge Günay ikkalasi ham abzasdan yozildi. Bo'ldi. Abzaslar xuddi shu shaklda bo'ladi. Endi shu joyni bitta takrorlash. Imtihonda Bilge Günay ismimiz ekan, Deniz Ishik kimga yozayotganligimiz o'zgarishi mumkinmi? Ha, o'zgarishi mumkin. Sizga berilgan yozma qog'ozdagi elektron pochtadan topib olasiz ismingizni va rasmiyda kimga yozishingiz kerakligini. Xo'p, Deniz Ishik yozamiz. Abzasdan Sayın Deniz Ishik virgül qo'yildi. Ikkinchi gapimiz kirish, umumiy gap 3 ta yoki 4 ta gap. Birinchi gap abzasdan. Yozib bo'ldik. Asosiy qismga o'tdik, banja deb boshladik abzasdan. Taklif, yechim, sabab va boshqalar. Shunga o'xshashlar. Shartda nima so'rasa, shuni yozishingiz kerak. Xo'p, undan keyin oxirgi murojaat. Abzasdan birinchisi, görüşlerime gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim. Önerilerimin sürece katkı sağlayacağına inanıyorum. Nokta. Bu yerda iyi ko'rinmay qolgan menimcha ilgi deganda mana nuqta qo'yib qo'ydik. Nuqtali bo'ladi. Xo'p, endi nuqtani qo'ydik. Hurmat bilan Bilge Günay. Saygılarımla virgül Bilge Günay. Ikkalasi ham abzasdan yoziladi. Xo'p, endi bu Deniz Ishikka yozildi. Faraz qiling, sizga berilgan qog'ozda Deniz Ishik yo'q. Ismi yo'q, tashkilotga yozyapti. Qanday bo'ladi? Demak, shuni yozamiz. Xo'sh, tashkilotga bo'lsa, siz sayın yetkili deysiz. Sayın yetkili va virgül. Mana ko'rinyapti virgül ham. Xo'p, tashkilotga yozyapmiz. Ismi yo'q, tanimaymiz, kimga yozishni bilmaymiz va kimni o'qishini ham bilmaymiz. Faqatgina tashkilotga yozgan bo'ldi. Demak, siz yozasiz Sayın yetkili. Tarjimasi hurmatli mutasaddi bo'lib tarjima qilinadi. Endi bu yerda y harfi bosh harfini yoziladi, virgül qo'yiladi. Endi faraz qiling, Deniz Ishik yo'q, tashkilot ham yo'q, mudir bor. Mudirga yoz deyapti. Bunda yozasiz Sayın müdür xo'sh bey virgül qo'ydim. Xo'p, M bosh harf bilan U nuqtali bo'ldi. B ajratib yozildi va bey deganda ham bosh harf bilan yozdik. Sayın müdür bey shaklda yozasiz. Endi rasmiy elektron pochtada so'zlar soni nechta bo'lishi kerak? Xo'sh, so'zlar soni 120-150 orasi. Xo'sh, meni tavsiyam shu 125 tar atrofida yozing. Nima uchun? Qanchalik ko'p yozsangiz, shunchalik ko'p xato chiqadi. Shuning uchun 125 ta atrofida yozsangiz, bu o'rtacha hisoblanadi. Xo'sh, misol deylik, kimdir keldi 180 ta yozib tashladi. Yoki 150 ta, 160, 170 larga borib tashladi. Xo'sh, noto'g'ri bo'ladimi? Yo'q, xato bo'lmaydi, lekin mavzudan chiqmasangiz bo'ldi. Mavzudan chiqmasdan turib yozsangiz bo'ldi. Meni tavsiyam 120 atrofida yozing. Siz qanchalik men zo'r yozaman demang, baribir ko'p yozganingizdan keyin qayerlardadir xato qilib qo'yasiz. Eng yaxshisi 120 ta, 125 ta atrofida yozsangiz juda yaxshi bo'ladi. Xo'p, endi buni chizib turamiz. Xo'p, qayerlarda xato qilishyapti? Mana shu rasmiy elektron pochta yozishda.
Xo'p, endi men bitta xatolarni aytib chiqaman. Qayerda xato bo'lyapti? Sayin deganda xato qilishyapti, mana bu i'da. Misol, nuqtasiz i. Bu yerda kimdir keladi, nuqta qo'yib yuboradi, ana shu xato. Nuqtasiz i yozishingiz kerak. Xo'p, o'chirdik. Mana tensiz qo'yaman va Deniz Ishik mana bu i'larda, nuqtasiz i'larda bittalar keladi, nuqta qo'yib yuboradi, bu yerga nuqta qo'yib yuboradi. Mana shu joy xatoda. Ya'ni nuqtasiz yozishingiz kerak. Xo'p, va virgul qo'yish kerak. Ba'zan virgul yozmay kelishadi. Virgul yoziladi. Xo'p, endi kirish deganda umumiy gap yozing deyapman. Men kirish deganda bu ilk parallelit davrdan olib kelish shart emas. Shu mavzuga oid umumiy qilib, chiroyli qilib kirish yozsangiz bo'ldi. Xo'p, abzasni yozdik. Abzasni yozilib bu yerda ham mana bu joyda xato ko'p chiqyapti. Görüşlerimi desa, u, ya'ni nuqtali o, nuqtali u. Mana bu nuqtasiz yozib kelishyapti. Shoshilib ketadi. Misol bizda shunday-ku, masalan, yozyapti, bitta so'zni to'liq yozib oladi-da, keyin nuqtalarni qo'yib chiqadi. Mana shu jarayonda balkim esdan chiqib qolayotgandir, lekin nuqtali u bo'ladi. Xo'p. Keyin eng yomoni mana bu bo'ladi-da. Tashakkur deganda mana bu nima uchundir meni o'quvchilarim shundaymi, nuqtasiz u yozib kelishadi. Mana shuni nuqtali u deb yozishingiz kerak va bu yerda yana bitta surach mana shu yana shu qoida nuqtasiz yozib kelishyapti ko'pincha. Nuqtali bo'ladi va inanıyorum. Endi buni qo'yavering. Mana bu ikkinchi nuqtasiz i'da mana bunda nuqtali qilib kelishyapti. Shu joyda xato chiqyapti va mana bu nuqta ham endi nuqta nima uchundir gap tugayapti, esdan chiqib qolyapti o'quvchilarda. Bu yerda aniq-tiniq nuqta qo'yishingiz kerak. Chunki gap tugayapti. Xo'p, sayg'alarim bilan Bilgagunay. Birinchidan abzasdan yoziladi, ikki qator ham. Xato mana bu sayg'ada chiqyapti. Mana shuni nuqtali qilib yozyapti. Va mana bu yerda virgul qo'yishmayapti. Va ismda Gunayda chiqadi xato ko'pincha. Mana bu ni nuqtasiz yozyapti va yana ba'zi o'quvchilar keladi-da, mana bu yerga katta qilib nuqtani qo'yib qo'yishadi. Xo'sh, bu yerda nuqta qo'yilmaydi. Rasmiy elektron pochta xuddi shundan iborat bo'ladi va qo'shimchasiga bu yerda bor. Tashkilot bo'lsa Sayin Yetkili, mudir bo'lsa Sayin Mudir bey, M bosh harf bilan, bey azrat yozildi, B katta harf bilan. Bo'ldi. Lekin bir 99% holatda mana bu Deniz Ishik imtihonda tushadi. Bo'ldi. Rasmiy elektron pochta shundan iborat bo'ladi.